Assalomu alaykum. YouTube'da yakkallar, hamma sog' salomatmi? Mana navbatdagi fermalarga keldik. Xudo xolasa Toshkentda joylashgan единственный ferma. Quyonni qaranglar, go'zalligini. Chiroyli narsalar bor ekan. Quyonlarda eng zo'rlari Xudo xolasa shu fermaga keladi inshaalloh. Tomosha qilgani, yoqqan bo'lsa, bir ikkita yaxshi zot olgani keldik. Xudo xolasa hammasi bolalar yotib turgan quyonlar. Niderlandskilar. Trikolorlar. Assalomu alaykum. YouTube'da yakkallar, hamma sog' salomatmi? Mana navbatdagi fermalarga keldik. Xudo xolasa Toshkentda joylashgan единственный ferma. Quyonni qaranglar, go'zalligini. Chiroyli narsalar bor ekan. Quyonlarda eng zo'rlari Xudo xolasa shu fermaga keladi inshaalloh. Tomosha qilgani, yoqqan bo'lsa, bir ikkita yaxshi zot olgani keldik. Xudo xolasa hammasi bolalar yotib turgan quyonlar. Niderlandskilar. Trikolorlar.